bo'lgan paytlar. Shunda biz uchovlon chiqdik egri tog' tomon. O'rnatdik zo'r standart, ya'ni bizdan boshqasi yomon. Eshitdik qancha tanqid va maqtovlar ham har zamon. Bizga bo'lgan yagona production bu telefondagi Bluetooth tamom. Dalshi boshladik revolyutsiya, dekonstruksiya va rekonstruksiya. Tekstlarga qo'shildi ma'no, mantiq va maqsad degan funksiya. Bizdan-da yuqori rap tekst egasi borligini ta'kidlasangiz biling. Unda Dr. House aytganidek borib miyangizni MRT qiling. Eski jo'shqinlik, eski kuch, tuylar go'yo yorqin tushdek. Biling, axir aytishgan edi-ku, kemani qanday nomlasang shunday suzadi. Priking. Bugun yengil gapirsam, andishan otini qo'rqoq qo'yma. Shunchaki men deb gapirish qiyin bo'lgani uchun biz deb gapirdim. Ciao. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimdir byudjetiga bergandekmi teplo? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi, hech qachon ushalmaydigan orzuying xayolingda rejadek qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar sana atrofingni muammolar bilan uğraşgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin tutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketging kelsa-da, lekin nima qilasan, sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Psixolog emasman, no. To'g'ri yasha demasman, no. Menam senga o'xshab xarob emasman, no. Goh hayotga bas emasman, qara. Mesopotamiya haqida nimani eslab qolar edim, shu bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayoti nikto. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida. Ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yo'qmidi hech qachon oziyam kopiyam. Muzika bu ko'ngil uchun bo'lsa shariat, vaqt topish uchun bir teoriyami? Nima seni qutqarardi qurilishdagi ishdan, tugamas qishdan. Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushilasan, abadiy charchading ishdan. Stop. Zerikib olmadinglarmi? Hozir boshlaymiz. DJ, brat.
farqi yo'q, do'stini sotganni deyman retman. Manga farqi yo'q, manga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q, kimga farqi yo'q. Uxladi ICQ, uxladi Skype, uxladi XD, uxladi Vibe. Manga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q. Ishqiy munosabatga toqat yo'q, ayriliqdan keyin rohat yo'q, kimga farqi yo'q. Mana manga farqi yo'q, вообще farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Yaxshimisan? Hayotda orzularing qanaqa? Balkida pul, katta saroy, xalqqa ko'rsatib berish sadaqa. Balki espresso lambo ichida to'la qizlar bilan bagida hay. Lekin bu orzularingga yetish uchun nechta qadam tashlading, shuni ayt. Hayotga chidash qiyin deyishadi, bir soniya ham chidab ko'rmaganlar. Qanchaga qo'yishadi bu tilini, kecha gapirishni o'rgan bo'lganlar. O'zingni bos desa bosolmagandek tutadi, bosib nima ko'rmaganlar. Bado to'lashga taqdir taqamasdan biror marta yo'talib ko'rmaganlar bular. Internetni qancha chekkan odamlarni eslatasan. Hayronman bular farzandiga qanaqa tarbiya bera oladi o'ylasam. Mayli demakka nima sekin keladi o'zida kimlarni yasab olsa. Lekin bu hayot bir marta bo'ladi deb kimlarga yashab olsa. Bunga qarab intiladi odam, bunga qarab intiladi odam. Lekin ko'pchilik bilmaydi bu kon kibrni tarjimasiga odam. Qilamiz rizqqa yarashadi millionlab pulga emas. O'zimiz to'ldirib gapiramiz nodalarimizni pulga emas. Mashhurlikka intiladi odam, kimligini unutadi odam. Bu hayot ma'riza bo'lsa bo'lmagan NPC ko'rinishdagi odam. Buni tushungani panik odammi kimlarga namuna bo'lding odam. Odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketaylik degan ekan bitta yaxshi odam. Savollar bormi? Savollar bor. Savodsizligini dam olib